Yuzlaringiz tiniq bo'lishi uchun va po'ralaringiz kengaymasligi uchun bu sivratka va kremlar siz uchun kerak. Xizmatga ko'rsataman. Agar qizlarjonlar yuzingiz juda ham ko'p yog'lansa va tonalka ishlatganingizda yoki tonalka ishlatmasanglar ham yog'lanib, po'ralaringiz kengaygan bo'lsa, bu kremni men sizlarga tavsiya qilgan bo'lardim. Chunki bu krem yuzi yog'li va aralashlik uchun juda ham foydali. Ayniqsa po'ralarni qisqartirishga va yuzdagi yog' balansini normallashtirish uchun foydali. Agarda yuzlaringiz ham po'rali bo'ladigan bo'lsa, qizlarjonlar mana shu ikkita narsani tavsiya qila olaman. Po'ra qisqartiradi va sostavda niasinamida bo'lgani uchun ko'zadagi aknelarni davolab beradi. Buni o'zim mana bu krem ham bor, face krem. Buni men o'zim ham ishlatganman. Juda ham zo'r. Даже tugagunicha siz natijani sezilarli darajada ko'rasiz. Yana bitta mana men bu narsani ham aytmoqchiman, ya'ni sivratkasini Anua brendiniki 10 tasi bitta, ya'ni 10 ta kompleksli uhud sivratkasi qizlar krem bilan mix qilib ishlatsanglar, rezultatini bittada sezasizlar.